Agar siz qish chillasida mevali daraxtlaringizni sug'ormayotgan bo'lsangiz, sizni jiddiy muammolar kutib turibdi. Videoni oxirigacha ko'rsangiz, mevali daraxtlaringizni qish chillasida nima uchun sug'orishingiz shart ekanligini 3 ta muhim sabab bilan tushuntirib beraman. Birinchi sabab, faqat diqqat bilan eshiting, iltimos. Quruq tuproq nam tuproqqa nisbatan qishda chuqurroq muzlaydi. Bu narsa mevali daraxtlarda sovuq urish xavfini oshiradi. O'shaning uchun ham mevali daraxtlar chillada sug'orilganda, mevali daraxtlarda sovuq urish xavfi juda ham pasayadi. Ikkinchi eng muhim omilga diqqat qiling. Qish chillasida biz daraxtlarni sug'organimizda sovuqlik uchun suv parlanib ketmaydi, bug'lanib ketmaydi. Shundaycha yer namligicha turadi. Ya'ni suv yerdagi ildizni eng pastigacha yetib boradi. Bu narsa erta bahordagi, yozdagi qurg'oqchilikda daraxtlarga suv zaxirasi bo'ladi. Uchinchi eng muhim omil, mana shunisiga diqqat qiling, videoni saqlab oling. Agar biz qish chillasida mevali daraxtlarni sug'oradigan bo'lsak, tuproqdagi zararli mikroorganizmlar, zararli hasharotlar va zamburug'li kasalliklarni yo'q bo'lishini ta'minlagan bo'lamiz. O'shaning uchun ham ota-bobolarimiz bekorga aytmagan, chilla suvi bu tilla suvi deb. Video foydali bo'lgan bo'lsa, bir dona like bosib qo'ying, sizdan nima ketdi va videoni yo'qotib qo'ymaslik uchun saqlab qo'ying. Salomat bo'ling, yaxshi kunlarda ko'rishguncha.